Bu $1. Agar men magazinga borsam, u yoqda 90 sentlik narsa bo'lsa, men uni ola olamanmi? Okey. Agar u yoqda 86 sentlik narsa bo'lsa, naloglari bilan 95 sent bo'lsa, men uni sotib ola olamanmi? Xo'p. Agar men bu dollarni g'ijimlab tashlasamchi? Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Demak, men bu dollarni hozirgina g'ijimlab tashladim. U endi qiymatini yo'qotdi. U endi 95 sent bo'lib qoldi, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysan? Uni qiymati qancha? O'ylab ko'ringlar. Men uni hozirgina g'ijimlab tashladim. U $1 bo'la oladimi? Xo'p, mayli. Men uni yerga tashlab, bosib tashlasamchi? Balki endi uni qiymati 68 sent bo'lib qolgandir. Hali ham $1. Agarda men uni g'ijimlab, yerga tashlab, bosib, musorga tashlab yuborsam, u yoqda piva, jvachka musorlarning orasida yotsa, keyin uni bitta bola topib, uni ochib qarasa, uni qiymati qancha bo'ladi? Balki 82 sentdir yoki hech bo'lmaganda 92 sentdir. Yoki men uni g'ijimlab, bosib, musorga tashlasam, yirtib tashlasam, o'ylab ko'ringlar. Buni qiymati endi qancha? Hali ham $1. Uni yopishtirsam bo'ladi. To'xtanglar. Men hozirgina uni g'ijimlab, bosib, musorga tashlab oldim. Yirtdim. Lekin hali ham uni tozalasa bo'ladi, yopishtirsa bo'ladi do'stlar. Shundoq ekan, bu dollar o'z qiymatini yo'qotmas ekan, sizlar qiymatinglarni nimaga yo'qotyapsizlar? Nimaga o'zinglarni u bugun tashab ketsa, xohlangandek his qilasizlar? Sizlarni qabul qilmasa, o'zidan itarsa, haqorat qilsa, yomon muomalada bo'lsa, aldasa, jabr qilsa, sizlardan foydalansa, nimaga o'zinglarni qadri yo'qolgandek his qilasizlar? Bu dollar o'z qiymatini yo'qotmadi. Chunki azaldan bunga $1 qiymatini odamlar bergan. Bunga nima bo'lsa ham uni tozalab yopishtirsa bo'ladi. Shundoq ekan, har biringlar o'z qiymatinglar bilan, taqdiringlar bilan tug'ilgansizlar. Sizlar shundoq yaratilgansizlar. Kimdir sizlarga yomonlik qilib, jabr bersa, o'z qiymatinglarni yo'qotmanglar. Sizlar shu hamma qiyinchiliklarni yengib o'tasizlar. Keyin hech kim, hech narsa sizlarning qiymatinglarga ta'sir o'tkaza olmaydi. Qilishingiz kerak bo'lgan narsa shunchaki barcha yomon narsalarni unutib, oldinga qadam tashlash kerak.